بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saodatning sabablari silsila darsimizdan bugun 23-sabab yerda sayr-u sayohat qiling. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkazadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish, tog' toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishlik. Biz sayr sayohat deganda avvalambor shu nazarda tutyapmiz. Uyda dimlanib o'tira olmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yaylovga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotning kitobiga nazar solish kerak birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar. Bularda bari sen bilan menga birodar Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rishing uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarilda. Baland toqqa ko'tarilda uzoqqa nazaringni tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. Qanaqa jannat u? Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshiling, jannatga shoshiling. U qanaqa jannat? Kengligi osmonlar yerdan ko'ra keng. Jannat aytilganda uni kengligi aytilyapti. Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarda turli tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushdek yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartda chiq. Uyingda shartda chiq. Telefonni tashla, ko'zingdagi qora pardani uloqtir. Allohga tasbih aytgan holingda mana shu tashqarida sayr sayohat qil. Biz sayohat deganda shu narsani nazarda tutyapmiz. Bu hammamiz qo'limizdagi bor narsa. Lekin erikamizda, "Qo'y" deysiz. Nima qilaman deysiz. Zona komforti degan so'z bor. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Zona komforti bo'ladi. Siz o'sha ertaman borasiz do'konga, telefonda o'ynaysiz, savdo bo'lsa bo'lmasa o'tirasiz, qaytib kelasiz, uxlaysiz. Somorga borasiz, yana o'sha ishni qilasiz. O'sha komfort zonasidan chiqa olmay qolganmiz. Chiqib ko'ring-da. Haqiqatan sayohat qilish qiyin boshida. "Qo'y" deydi, "Nima qilasan?" deydi. "Hozir zarirmi? Issiqni qara" deydi. "O'tirib ko'ra, telefon o'ynab" deydi. "Yangi seriyasi chiqibdi" deydi. Qaysini? Shuning uchun birodar bitta xonaga tiqilib olib, biqinib yotib olib, o'zingni qatl qilmagin. Chunki o'zingni tugatishda eng oson yo'li shu. Telefonga qaraysiz, ko'zingiz tinib ketganidan to'xtatasiz, to'g'rimi?
Yo batareyasi o'tirib qolgandan to'xtatasiz, yo qoningiz og'rib ketgandan turib to'xtatasiz. Mana shunday qarab o'tirasizlar. Somorga borib telefonga qarab o'tirasizlar. Birodarlar, telefon o'ldiryapti bizni. Birodar, sen o'tirgan bu xoning butun olam degani emas. Seni o'zing butun insoniyat emassan. Nimaga endi mana shunday bir siqilib o'tirishing kerak? Axir Alloh taolo senga infiru xifafan va thiqala demaganmidi? Nima degani bu? Yengil hollarda ham, og'ir hollarda ham qo'zg'alinglar, ya'ni qimillar harakat qilinglar degani. Tashqariga chiq, tabiat qo'yniga chiq, o'sha yerda o'tirib Qur'on tilovatini qil. O'sha yerda o'tirib tasbih ayt. O'sha kenglikka chiqib turib subhanalloh da bir 10 marta aytganda, chuqur o'pkani havoga to'ldirib turib. Ana shu kenglikda o'tirib, daryoda sharqashir ostida, qushlarda chug'ur-chug'ur ostida, shamolda esishi ostida, keng osmon, toza havo ostida o'tirib Qur'on o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, Muhammad alayhisolamga salovat ayt. Yengillik tortasan. So'raylarda doktorlar ham xuddi o'sha gapni aytadi. Hoji aka sabr ko'chaga chiqib bir havo almashtirib turing, yotavermang, mana qil yotaversangiz, u doktor aytsa chiqasizlar. Qalbing yoziladi. Siqilishlar, asabtorliklari ketganini ko'rasan, yengil bo'lib qolasan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotini qaranglar. Bundan 1400 yil avval yashagan, sahroda yashagan Makka ahli bo'lgan Quraysh tug'ilgan chaqaloqlarini jismonan, ruhan tetik bo'lishligi uchun sahroga berib yuborishar ekan. Bundan 1400 yil burun mashina yo'q edi Makkada. U yerda tutun, gaz, chang yo'q edi, sahro edi, havosi toza edi, lekin shunaqa bo'lsa ham Quraysh arablari bolalarini sahroga berib yuborardi emizli bolalarini. Nima uchun? Sahroning havosi toza, sahroda ulg'aygan bolalarning fe'li keng, ovqati sodda oddiy, har kuni jismoniy harakat. O'sha zamonlarda ham shuni tashvishini qilishgan ekan, birodarlar. Bundan tashqari birodarlar, hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Ma min nabiyin illa wara'al g'anam degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar borki, qo'y boqqan. Buni hikmati katta. Qo'y haydab yuradi, jismoniy harakat. Ertaroq uni o'ngga burish kerak, chapga burish kerak, boshqarish. Yolg'iz qoladigan tafakkur qiladi. O'lim haqida, hayot haqida, Alloh haqida, o'lgandan keyingi narsalar haqida, ammo shahardan boshini chiqara olmaydigan odamlarda bu narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa-chi, birodarlar, sayr qilib qabristonga kiraylik. Eng yaqini shu shaharning ichida. Kiring, qabrlarga bir qarang, ibrat olasiz. Mana avvalgi darslarimizda aytib berdik. Bir yigit iymonsiz, dindan uzoq, shu bir xudosiz bo'lib o'tayotganda, ota bolasini iymonsiz ketayotganligini, iymonsiz qolayotganligini o'ylab siqildi va vafoti oldida bir vasiyat qildi. Nima qildi? Bolam, men o'lganimdan keyin meni ko'mib kelib, mana shu xonaga kirib, 40 kun mobaynida yarim soat yoki 20 daqiqa o'tir dedi. Nima qilaman o'tirib dedi? Jim o'tirasan faqat dedi. Hali yigit otasini ko'mib keldi, aytganidek 40 kun mobaynida 20 minutdan o'tirdi. Keyin Allohni topdi, iymonga keldi. Nima uchun? Chunki boyaga dunyosidan uzilib, telefonidan uzilib, jim o'tirib fikr qilishga imkon bo'ldi. Hayotni g'ala-g'ovuridan, hayotni chang to'zonidan qutulib fikr qilishga imkon bo'ldi, Allohni topdi. Nafas qisadigan, uyda o'tirib asablari tarim bo'lib qolgan bemorlarga ham tabiblar shu narsani tavsiya qilishadi. Nimani tavsiya qilishadi? Uyda qamalib o'tira olmasdan ko'chaga chiqing, sayr sayohat qiling. Biz yuragimiz siqilib ketsa, sayr sayohat qilamiz. Qayerga boramiz? Yashang. Bozorga boramiz. Bir yozilib kelay deydi, asabi o'lib keladi. Yana fe'li tor bo'lib keladi. Narx-navolarni ko'rib turib asabi o'ladi. Yana yuragi siqiladi. Dollarning kursini ko'radi, yana tabixir bo'ladi. Qarabsizki, sayr sayohati teskari natijani berdi. Alloh taologa yerlarning eng mahbubi masjidlar, Alloh taologa yerlarning eng mabg'uzi bozorlar degan. Birodar, ana shu saodatni topish uchun, fikr yuritish uchun, mulohaza uchun sayr qilamiz. Alloh taolo
ayni shu narsaga sen bilan meni buyurgan. O'nlagan oyatlarda yer yuzida sayr sayohat qilishimizni Alloh taolo sen bilan bizga amr qilgan. Mana shu siz bilan bizdan avval yashab o'tgan ummatlarda holidan xabar bo'lishimiz uchun mana shu sayr sayohat qilishga Alloh taolo bizni buyurgan. Astagfirullah. Qul siru fil ard fanzuru kayfa bada'al xalq thumma Allohu yunshi'un nash'atal akhirah innalloha ala kulli shay'in qodir. Ey Muhammad alayhisalom ayting. Yerda aylanib Alloh dast avval qanday qilib yaratganini ko'ringlar. So'ngra Alloh ularni ikkinchi marta paydo qilur. Albatta Alloh barcha narsaga qodirdir. Mana siru fil ard deyapti. Yerda sayr sayohat qilinglar deyapti. Astagfirullah. Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sayohat qilsak nima bor bizga? Robbimiz aytayapti. Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun Alloh taoloning borligiga dalolat qiladigan oyat alomatlar bor. Ular kimlar? Ular sayr sayohat qilganda nima deydi? Allazina yazkuruna Alloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batilan subhanaka faqina azaban nar. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydi. Hamda osmonlar va yerni yaralish haqida tafakkur qiladi. Aytishadiki, Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen bunaqa bekarchi ish qilishlikdan, behuda biron ish qilishdan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin. Birodar, sayr qiling, sayohat qiling. Oddiy misol, Bishkekka yuramiz mashinada. Bir yayraysan, yangilanib kelasan. Insonni tabiati bir xillikdan zerikadi. Bu uni tabiati. Doim rutinni ish, monotonni ish bir xilda. Ertaman turadi, do'konga boradi, keladi. Do'konga boradi, hech qanaqa bir yangilanishlik yo'q. Inson bu narsadan malollanadi. Shuning uchun hikmatda aytiladi, safar qalbdan g'amni aritadi, g'amni ko'taradi. Ilm talabida safar qilish foydalari degan kitobda shunday deyiladi. Safarning foydalari. Mana endi safarni gaplashyapmiz. Odamlar safarida qanchalar rohatlanadi. O'zining yurtidan chiqqan vaqtida hayajonlanadi. Har bir manzil va joylardan o'tib borarkan, qalbi va a'zolarida lazzatni topadi. Tizilgan qishloqlar, bog'roqlar, chiroyli shaharlar, ularning tabiatlarini ko'rib, yuragiga xursandchilik to'ladi. Shaharlarni kezib yurib, avvallari ko'rmagan narsalarni ko'radi. Turli xil madaniyat va odatlar bilan tanishadi. Yo'lda, daraxtzorlarda, soya salqinlarda dam oladi. Xullas, safar qilgan inson yangilanadi. Mana endi tabiblarni, ya'ni ilm bilan isbotlab qo'ygan haqiqatlarni o'qib beraman ba'zilarini. Sayr qilgan, sayohat qilgan odamga nima bor? Ilmiy isbotlangan haqiqat. Sayr va sayohatning foydalari. Birinchidan, immunitet mustahkamlanadi. Havo almashadi-da, havo almashadi. Ikkinchidan, sayohat insondagi stressni yechadi. Stress nima? Tushkunlikka tushish, qo'rquv, vahima, xavotir, stress. 21-asrda yashayotgan odamlarning vabosi mana shu stress deyiladi. Asablarni tarayiniga. O'zingni bolangni g'alvasini ko'tara olmaydigan bo'lib qolgansan. O'zingni bolangni g'alvasini, u boshqasini qo'y. Uchinchidan, miyani kuchayishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, yurak qon tomir kasalliklarining xavfi pasayadi. Beshinchidan, jismonan sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi sayohat qilgan odam. Oltinchidan, fikrlash doirasi kengayadi. Yana sayohat qilgan odamda o'ziga bo'lgan ishonch ortadi. Sayohat qilish kerak yigitlar, yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Musofir bo'lmaguncha nima degani bu? Ha, o'sha safarga chiqasan, qiyinchilik ko'rasan, o'zingni nimaga yarashingni ko'rasan. Yangi do'stlar orttirasan, vaqtingni naq o'zingga sarf qilasan, kayfiyating chog' bo'ladi, internetga bog'liqlik degan kasaldan omonda bo'lasan. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning asablari bilan
kichkinaroq shahar yoki qishloq joyda yashaydigan odamlarni taqqoslasangiz, albatta farqi bor. Shaharda tor ofislarda ishlaydigan odamlar bilan dala bog'da ishlaydigan odamlarning asablarning o'rtasida katta farq bor. Katta shaharlarda yashaydigan odamlarning juda ko'p qismini fe'li tor, asabi tarang. Biroq ularga gapirmasa iloji bo'lsa, tek qo'y meni deydi. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Sal narsaga lopat yonib ketadi. Bularning muqobilida tolada ketmon chopadiganlarni olinglar. Bog'bonlarni olinglar yoki tog'larda qo'y boqib yuradiganlarni qaranglar-da. Ularda asabi haqida gapirmasagan bo'ladi. Og'ir bosiq, asabi o'rnida. Xullas birodar, iching torayib ketdimi? Asablaring taranglashib ketdimi? Yuraging siqilib dod degin keldimi? Shart ishlarini bir kun yig'ishtirda, mashinangga o'tirib shahardan tashqariga chiqib ketdi. Toqqa chiq, o'rmonga chiq, yaylovga chiq, sahroga chiq, bo'g'ilib dimlanib uyda o'tirma. Agar bunday qilib o'tiradigan bo'lsang, o'zingni halol qilasan. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvish bulutlarini ketkizadigan ishlardan bittasi sayr-u sayohat. Saodatning sabablaridan 23-si yerda sayr-u sayohat qiling. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala.